Kutib qolmadingmi o'rtoq? Shahob, Ho aka, kimni mashinasi ma'mi? o'rtog'im aka. Ne birovni mashinasini bezakiment haydayapsan? Bo'lajak keliningizni bir joyga borib kelmoqchi edim. Oyog'ing yo'qmi? Yaya yurishga. Yo avtobusda yura olmaysanmi? Aka, Bor, mashinani egasiga olib borib ber. hop aka. O'rtoq, ukangni bekor urishding. Yomon bo'lsin deb urishmayman. Adasi, kecha eshitib qoldim. Ukangizlarni urishib bekor qildingiz. Aka-ukani o'rtasiga tushmasan. Men nima qilganda ham jigaringiz. Ukangizlarni xursand qilib qo'ysangiz bo'lardi. Tura o'rningni. Ha aka, Yana nimani boshlab yuribsan? hali hech nima qilmadim. Yurma bunda. Nima qilib qo'yganing ko'rsatma. Hop. Senga bitta dona tosh tegsa, menga 10 ta tosh tegandek bo'ladi. Hozircha qurbim yetgani mana mashi bo'ldi ukam. Lekin shartmas edi. O'zi qiynalib to'yimni qilib beryapsiz-ku. Nima qilayotganimni o'zim yaxshi bilaman. Undan ko'ra bor, toychoni oyog'ini bitta ko'rib kel. Undan keyin uyga kirarsan. Aka o'zi kim? O'zi kichkina bo'lsa ham ukasini beshigini tebratgan. Aka o'zi kim? O'zi osh yemasa ham ukasiga osh yedirgan. Faqat doim ukam bu hayotda zo'r bo'lsin degan. Akajon, siz yurakdan yaxshi ko'raman. Lekin bu gaplarni hech qachon o'zingizga ayta olmayman. Bu hayotda boringizga shukur akajon. Boringizga shukur.